Alloh taolo g'albini, cho'ng ishlarni o'zi kichik bo'lsa-mu, lekin cho'ng ishlarni o'ziga dard qilgan, nishon qilgan, g'oya qilgan kishilarning qo'lida ro'yobga chiqadi. Ey o'g'lim, biz mansab uchun urush qilganlardan emasmiz. Biz islom bilan yashaymiz, islom bilan o'lamiz. Sen mushu g'oya bilan yashagan. Bizning diyorimizga birinchi qilib islomni kirgan odam Sulton Istiqbo'rxon bo'lsa, ikkinchisi Chag'atay davlatining sultoni bo'lgan Tug'luq Timurxon. Bilginimizdek 1200 yilları İslam dünyasının en düşkün vakti idi. Xuddi bugun kunimizga o'xshash islom dunyosida islom davlati deydigan sunniy aqidadagi sap aqidadagi bir davlat yo'q edi. Bugun kunimizda islom davlatlari deymiz, hech qaysi birisi haqiqiy ma'nodagi islom davlati emas. Islom dunyosi deymiz, islom dunyosida bir narsa yo'q. Ana shu davrda islom dunyosi butunlay cho'kkan edi. Chunki Mo'ng'ul istilasi Xorazm davlatini yiqitgan, ondan keyin Bag'dodga besib kirib, Bag'dodda 40 kun ichida 1.800.000 musulmonni o'ltirib, Bag'dod ko'chalarida qon eqitgan edi. Shundaqla musulmonlarning xalifasi Mu'tasim Billahni Mo'ng'ullar o'ltirib tashlagan edi. Islom dunyosi mana shunday shiddatli qirg'inchilik uchraganligi, har xil aqidalar, har xil firqalarning maydonga kelishi, islom dunyosida kuchli bir davlatning maydonga kelmaslik sababli shu vaqtdagi Yahudi, Xristian va boshqa kishilarning hammasi endi islom dunyosida bir narsa bo'lmaydi. Musulmonlar bundan keyin bosh ko'taranmaydi deb o'ylagan edi. Xuddi bugun kundagi bizga o'xshash. Bugun kunimizda musulmonlarmi endi islom davlati deydigan haqiqiy bir davlat shakllanmaydi. Chunki g'arb davlatlari texnikada taraqqiy qilib ketdi. Xitoy bo'lsa kuchlanib ketdi. Endi shu kuchliklarning qashida mangsak bo'ladi. Islom desak ziyon tortamiz deydigan shu holatga kelganlik. Darvaqa bugungi vaziyatimiz kishilarni shu holat keltirib qo'yganlik. Lekin tarix bizga ey musulmonlar hergiz ümitsizlenmanglar. Ana shundaq musulmonlar tushkunlashgan. Islom dunyosida islom davlati deydigan bir narsa qolmagan vaqtidami, yana bir yerdan islom davlatining barliq keldiganligi, musulmonlarning aziz bo'lganligini amaliy paketlar bilan aytib beradi. Masalan, milodiy 1258-yili Bag'dodda ashaddiy qirg'inchilik bo'lgan yilisi islom dunyosidagi eng chong xalifalik bo'lgan. Shundaqla butun islom dunyosini birlik keltirib 3 qit'aga suzilgan, shundaqla 700 yil hukm surgan bir imperiyaning qurg'uvchisi dunyoga ko'z ochgan edi. O bo'lsa Osman ibn Ertuğrul edi. Lekin bu Osman ibn Ertuğrul'ninki mana shunday islom dunyosini birlik keltiradigan bir davlatning asosini yaratadiganligi, kuchli bir imperiya qurganligini hech kim bilmaydi. Chunki bu vaqtda Osman ibn Ertuğrul, dadisi Ertuğrul va bo'g'isi Sulaymon Shoh bilan Mo'ng'ul istilasidan qochib ko'ch-ko'chda mana shunday musofirlik hayotini yashayotdi. Demak, biz inson ko'zimiz bilan kelayotgan g'albini, nusratni bundan keyin bildigan ishlarning hech qaysini bilmaymiz. Mana shundaq biz umidlanayotgan paytda balkim Alloh taolo ma'lum joyda, o'zi bildigan yerda, o'zi bildigan kishilarning ichida 30-40 yildan keyin yoki 40-50 yildan keyin yoki 100 yildan keyin musulmonlarni aziz qildigan buyuk bir islom davlatining barpochisini dunyoga keltirgan bo'lishi mumkin. Xuddi Osman ibn Ertuğrul'ga o'xshash. Osman ibn Ertuğrul bilganimizdek Osmaniylar davlatining asoschisi. Biz Osmaniylar haqida gap boshlashdan ilgari turklarning tarixi bilan qisqacha tizikda tunishib chiqishga to'g'ri keladi. Turklar asli nereden kelgan? Turklarning yurti qaysi? Turklarning yurti hozirgi Turkiya emas. Bu yer Rimlarning yurti, ya'ni Sharqiy Rim imperiyasining zamini. Turklarning asli yurti Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston qatorli O'rta Osiyo yerlari. Bu sababdan u yerlar Turkiston, Turk zamini, Turk diyori deb ataladi. Bunda qo'ysa turklar qanday qilib hozirgi Turkiya kelib bu yerda Osmanlılar davlatining asosini soldi va Osmanlılar davlatini qurdi. Bugungi turklar bu yerga qanday kelib qoldi? Esimizda bo'lsa kerak, O'rta Osiyo, ya'ni turklarning asli zamini bo'lgan o Turkiston zaminlariga Amaviylar davrida islom kirishga boshlagan. Abbosiylar davri kelgan vaqtda O'rta Osiyoda nurg'ulg'an kishilar askar bo'lib Abbosiylar davlatining askari bo'lgan. Abbosiylarning keyingi yillarga kelgan vaqtida bu turk askarlar Abbosiylarning xili yuqori mansablariga erishgan. Hatto Abbosiylarning oxirgi davrlarida haqiqiy hukmron turklar bo'lgan. Ya'ni shakl jihatda xalifa Abbosiylar bo'lsa-mu, lekin haqiqiy hukmronlar turk song'ullar bo'lgan. Ana shu vaqtda turk askarlar hozirgi Turkiya, ayni davrdagi Bizantiya imperiyasining chegaradishadigan Abbosiylar davlatining chegara rayonlarini qo'g'dashga avatilgan. Yani hozirgi Turkiyaning chegarasida, ya'ni Abbosiylar tavalliga turib, shu chegaralarni qo'g'digan. Vaqtning o'tishiga ergashib Abbosiylar siyosiy kuchni butunlay yo'qotib, shakliy jihatda xalifa bo'lib qolgan. O'sha vaqtda parcha davlatlar shakllangan. Biz buni ilgirki darsimizda so'zlab bo'ldik. Shu davlatlar ichida Qashqardan Mavaraun Nahr diyoriga ko'chib borgan Seljuk qabilasi Seljuqiylar davlatini qurgan. Buyuk Seljuqiylar davlatining ikkinchi sultoni Sultan Alip Arslan Milazgirt urushida mana shu hozirgi Turkiyaga hukmronlik qilayotgan Sharqiy Rim imperiyasi bilan shiddatli urushga kirgan. Ya'ni tarixiy Milazgirt urushiga kirgan. Bu urushda musulmonlar g'alaba qilib, tunji qilib Bizantiya tuproqlarini, nurg'unlarini egallagan. Ya'ni hozirgi Anatoliya tuproqlarini egallagan. Anatoliya tuproqlari qaysi? Anatoliya tuproqlari hozirgi Turkiyaning ko'p qism zamini. Yani Şimalda Qardağız,
Janubda Oq dengiz, g'arbda Aga dengizi, g'arbiy shimolda Marmara dengizi bilan chegaralanadigan mush butun rayonlarning hammasi Anatoliya tuproqlari, turkchada Anadolu tuproqlari deb ataladi. Mana shu Anatoliya tuproqlarining hammasi Malazgirt urushidagi g'albidan keyin Buyuk Seljuqiylar davlatiga tava bo'lgan. Anatoliya tuproqlari Buyuk Seljuqiylar davlatiga tava bo'lgandan keyin Sultan Alp Arslan bu Anatoliya tuproqlarini turklashtirish uchun zo'r turkumda turklarni ko'chirib akelgan. Mana shu vaqtdan boshlab Anatoliya tuproqlari, ya'ni hozirgi Turkiyaning ko'p qism ziminlari turk ziminiga aylangan. Ya'ni turklar shu vaqtda andan keyin hozirgi Turkiyaga kelgan. Sultan Melikshahning davriga kelgan vaqtda Buyuk Seljuqiylar davlati parchalanib 5 davlatga bo'lingan. Biz bunu ilgirki dersimizde so'zlab bo'ldik. Anatoliya tuproqlaridagi turklar bo'lsa, Rim Seljuqiylari yoki Anatoliya Seljuqiylari deb mustaqil bir davlat bo'lgan. Milodiya 1206-yilga kelgan vaqtda Chingizxon bosh ko'tardi va Mo'ng'ul istilasi butun atrofga kengayib, o'sha Rim Seljuqlarining ziminlariga kengaydi. Bu vaqtda Rim Seljuqiylar qattiq tirishgan bo'lsa-mu, lekin ko'p hollarda ularga bo'ysundi, ular bilan sulhlashdi. Ya'ni bir muddat ular bilan tirishib, bir muddat sulhi tuzishib, o'shanda o'zining mavjudligini saqlashga tirishib keldi. Mana shu Mo'ng'ullar bilan bo'lgan to'qinishda Rim Seljuqiylari ziminlaridan nurg'unlagan kishilar boshqa yerlarga ko'chishga boshlagan. Mushu ko'chko'chda Iroqning shimolidagi Kurdistonda yashaydigan bir Turkmen qabilasi, ya'ni Kaya qabilasi Sulaymon Shah boshchiligida Axlat degan joyga ko'chgan. Ya'ni hozirgi Suriyaga tava Axlat degan joyga ko'chgan. Ular Axlat degan joyga kelgan vaqtda Mo'ng'ul istilasi bir oz besiqqan va yoki Rim Seljuk bilan sulhlashib bir oz tinchlik asli kelgan. Sulaymon Shah endi qaytamiz deb keyinga qaytmoqchi bo'lgan va Furat daryosini o'tmoqchi bo'lgan vaqtida Sulaymon Shah suv g'arq bo'lib ketib, ana shu Furat daryosida vafot topgan. Sulaymon Shahning qabilasi bo'lgan Qaya qabilasi Turkmen qabila. Lekin bular nihoyat dindor, taqvo kishilar edi. Shundaqla ular islom dunyosining g'amini qiladi. Bular Sulaymon Shah o'g'illariga islom dunyosi bir aziz bo'lsa bo'ladi deb bu g'amni qiladi. Ammo bu vaqtda Sulaymon Shahning qabilasi faqat 3-400 chedirlik bir kichik qabila edi. O'zi shundaq kichik bo'lsa-mu, dardi, g'oyasi, nishoni ana shundaq cho'ng edi. Alloh taolo g'albini, cho'ng ishlarni o'zi kichik bo'lsa-mu, lekin cho'ng ishlarni o'ziga dard qilgan, nishon qilgan, g'oya qilgan kishilarning qo'lida ro'yobga chiqaradi. Shundaq qilib Sulaymon Shahning o'g'illari dadasini dafn qilib bo'lgandan keyin Ertuğrul va qarindoshi Dündar g'arb taraf qarab ko'chmoqchi bo'ladi. Lekin aksi Sungurtikin va Gundoqdalar biz shu axlatni qalayli deb shu yerda qilib qoladi. Shunda qilib Ertuğrul va qarindoshi Dündar o'zining qabilasini boshlab g'arb taraf qarab ko'chadi. Ertuğrul G'azi yo'l ustida ikki urushayotgan qo'shinni ko'radi. Bir taraf bo'lsa Krist belgili qo'shin, ya'ni ahli salaf qo'shin. Yana bir taraf bo'lsa kimligini belgili bo'lmaydigan, ammo musulmonlarga aniq bir qo'shin edi. Musulmonlar qo'shini bo'lsa mag'lub bo'lgan ozliqaga edi. Ertuğrul bu manzarani ko'rgandan keyin darhol qabilasiga buyruq qilib, musulmonlarga yordam beramiz deb qo'shin tortdi va bu urushda musulmonlarga yordam qilib ahli salaflarni o'ltirib, ularni chekindirdi. Urush tugagandan keyin Ertuğrul G'azi yordam qilgan tarafniki Rim Seljuqiylar sultoni Alauddin Keykubat ekanligini biladi. Sultan Alauddin Keykubat Ertuğrul bayna qilgan yordami uchun uningga daslabida Karjani, uningdan keyin Suyutni suyurg'al qilib beradi. Ya'ni shu yerlarning ziminlar bo'lsin deydi. Shunda qilib Ertuğrul Bey ve onun qabilesi 300 yillik bir qabila daslabida Karajaga, keyin Suyutga yerleşdi. Rim Seljuqi sultoni Alauddin Keykubat bo'lsa, bir tarafdan Mo'ng'ullar bilan, yana bir tarafdan ahli salaflar bilan urushib, ana shunda o'zining mavjudlik kurishida davom qilyapti. Milodiya 1231-yili Alauddin Keykubat hozirgi eski shaharga hujum qilish uchun qo'shin tortib mangdi. Bundan xabar topgan Ertuğrul Bey o'zining chavandozlari bilan birga Alauddin Keykubat qo'shiniga qo'shildi. Shunda qilib Alauddin Keykubat va Ertuğrul G'azi o'zining qo'shinlariga birlashib ahli salaflarga, ya'ni hozirgi Eskişehir o vaqt qismi o'yinga rasmiy shaklda hujum qiladi. Bu urushda Ertuğrul G'azi va uning chavandozlari alohida mahorat ko'rsatib, to'pisi nihoyat zo'r bo'ladi. Natijada bo'lsa o'yin, ya'ni hozirgi Eskişehir ahli salaflardan tozalanadi. Bu sababdan Rim Seljuqi sultoni Ertuğrul G'aziga Eskişehirni beradi. Shunda qilib Ertuğrul G'azi Suyut va Eskişehirga ega bo'ladi. Eskişehir va Suyut bo'lsa Bizantiya imperiyasining chegradishadigan amaliyot xatarlik urullar edi. Lekin Ertuğrul G'azining niyati bo'lsa İstanbul, ya'ni shu vaqtgi Qustantaniyani fath qilish edi. Chunki Sulaymon G'azi ularni ana shunda yetishtirgan edi. Ya'ni Sulaymon Shah faqat o'zining qabilasining g'amini yemaydi. Butun islom dunyosining g'amini yetdi va ular chuqur shu biz Bizantiya imperiyasiga kengayib Qustantaniyani elib o'zimizning davlatini quruymiz, dunyoga adolatni tarqatamiz, islomni kengaytamiz deb mushuni ballarga g'oya qilib tikilgan edi. Milodiya 1237-yili, ya'ni Eskişehir ozod qilinib 1 yil o'tgandan keyin Sultan Alauddin zaharlanib qaslab shahid qilindi. Uning o'rniga o'g'li G'iyasuddin Keyxusrov degan bu kishi sulton bo'lib chiqadi. Milodiya 1242-yilga kelgan vaqtda Mo'ng'ullar Seljuqiylarga qarshi keng ko'lamli qo'shin tortib, Ko'sadog' urushini qo'zg'aydi va bu urushda Rim Seljuqiylarni mag'lub qilib, Rim Seljuqiy davlatini tarmar qilib o'tadi. Ba'zilari Ilxonlarga qo'shilib ketib o'zining mavjudligini saqlaydi. Ya'ni Chingizxonning avlodi bo'lgan Ilxonlar davlatiga qo'shilib ketadi. Ba'zisi o'zining mustaqilligini saqlaydi. Yana ba'zisi bo'lsa Ertuğrul G'aziga qo'shiladi. Masalan, Ertuğrul G'azining atrofiga Akçıkoca, Samsçavuş, Qaratikin,
Oyqut Alip va Kunurga o'xshash istidodli qo'mondonlar va baglar to'plashadi. Shundaqla bu baglar Ertuğrul G'oziga to'n ko'gizib, o'zining 3 begi qilib saylaydi. Buning bilan Ertuğrul G'ozi texmi kuchlanib ketadi. Bu vaqtda Ertuğrul G'ozi Rim Seljuqilaridan bo'lib chiqqan baglarning hammasini besib olalaydi. Lekin Ertuğrul G'ozi men musulmonga qilish tanlamayman, musulmonning tuproqini egallamayman deb Anatoliya tarafga emas, Bizantiya tarafga, ya'ni ushaq bagliklar emas, kuchlik imperiyaga qarshi kengaymoqchi va urush ochmoqchi bo'ladi. Bu urush bu jihatlarning hammasida kalimatullohiyal ulya, ya'ni Allohning kalimasini ustun qilish, ilohiy adolatni, ya'ni ilohiy qonunni barpo qilish degan bu iddia asosida urush qiladi va qilgan ishini jihad g'azot deb qiladi. Bu sababdan, ya'ni Ertuğrul G'ozining dindorligi sababidan Ertuğrul G'ozi deb ataladi. Shundaqla Ertuğrul G'ozi o'zining o'g'li Osmonni o'zlan birga jihadga, g'azotga bil elib chiqib, uning jihad ruhini, islom dunyosini qutqizish iddisini so'ndiradi. Yana bir tarafdan, ya'ni alam tarafidan bo'lsa, uni shu davrdagi mashhur olim bo'lgan Shayx Adabaliga tutib beradi. Shayx Adabali Osman Bekka Qur'on, hadis, fiqh qatorliq nurg'un islom bilimlarini o'rgatadi va uni haqiqiy bir mujohid qilib tarbiyalaydi. Shundaqla Osman Bekning qobiliyati, uning boturligi, qo'rqmasligi, taqvolik sababli Shayx Adabali o'zining qizi Robiya bola xotunni Osman G'oziga yotliq qiladi. Shunday qilib Ertuğrul G'ozi milodiy 1282-yili 90 yoshga kirgan vaqtda vafot topadi va Suyutga dafn qilinadi. Ertuğrul G'ozi vafot topgandan keyin uning o'rniga o'g'li Osman Bekni atrofidagi beklar maslahatlash orqali saylaydi. Chunki Osman Bek buning eng loyiq kishi edi. Yuqorida o'tganimizdek Osman Bek kinolarda ko'rsatgandek faqat ilmdila emas, qalamda diniy ilm demaytishgan nihoyat taqvodor kishi edi. Osman Bek taxtga chiqqandan keyin dadisiga o'xshash ahli salafga, ya'ni Bizantiya imperiyasiga bo'lgan yurishini davom qiladi va dadisi vafot etib 1 yildan keyin Karaja Hisar qal'asini ozod qiladi. Osman Bekning hayotimi dadisiga o'xshash bir tarafdan Mo'ng'ullar bilan, ba'zida ahli salaflar bilan urush qilib jihad g'azot ishida o'tadi. Natijada Inako'li, Yangi-Shahar, Bilaja qatorliq ahli salafning, ya'ni Bizantiya imperiyasining nurg'un shaharlarini egallaydi. Ondan keyin Bizantiya imperiyasining eng muhim va halqiliq cho'ng shaharlari bo'lgan İzmit va İznikni muhosiraga oladi. Muhosira shuncha uzun davomlashgan bo'lsa-mu, lekin bu ikki qal'ani ocholmay chekinishga majbur bo'ladi. Lekin Osman G'ozi yana to'xtamasdan milodiy 1317-yilga kelgan vaqtida Bizantiyaning cho'ng shahri bo'lgan Borsani ozod qilish uchun bu yerga qo'shin tortadi va Borsaga yetib kelib Borsani muhosiraga oladi. Muhosira 1 yil davomlashadi, 2 yil davomlashadi, 3 yil davomlashadi, 10 yil davomlashadi. 10 yil davomlashib Borsani olmagan bo'lsa-mu, lekin Osman Bek voz kechmaydi. Lekin Osman G'ozi 27 yil hayotini jihadda g'azot ichida o'tkazgan bo'lg'achqa nihoyat charchab harg'aydi. Bu sababdan milodiy 1320-yili Osman G'ozi ig'ir kasal bo'lib yetib qoladi. O'g'li Orhan G'ozi dadasining muhosirasini davomlashtiradi va shu jarayonda Abdurahmon G'ozi Yelovani, Akchiko'ja bo'lsa İzmitni ozod qiladi. Orhan G'ozi bo'lsa dadasining muhosirasini davomlashtirib, Borsani shuncha ching muhosira qilgan bo'lsa-mu, lekin fath qilinmaydi. Osman G'ozi bo'lsa oxirgi nafasini ilyotadi. Bu sababdan o'g'li Orhan G'ozini chaqirdi va uningga oxirgi nasihatini qiladi. Ey o'g'lim, Alloh rozi bo'lmaydigan ishlar bilan qat'iy vaqtini isrof qilma va uningdan ovora bo'lmagin. Hokimiyatingda biroq qiyin masalaga yo'liqsang, darhol diniy olimlarga maslahat so'ra. Sana itoat qilganlarni qadrlagin, hurmatlagin. Askarlaringga yaxshi muomala qilgin. Shayton seni saltanting bilan, askarlaring bilan, kuching bilan hargiz aldab qo'ymasin. Shariat ahlidan, olimlardan asla yiroqlashmagan. Sen mi bilasan, bizning g'oyamiz Allohning so'zini ustun qilish, islom dunyosini birlik keltirish va musulmonlarni aziz qilish. Dinimizning nuri butun olamga jihad bilan taraladi. Shundaqla Allohning roziligi jihad bilan qo'lga keladi. Ey o'g'lim, biz mansab uchun urush qilganlardan emasmiz. Biz islom bilan yashaymiz, islom bilan o'lamiz. Sen mushu g'oya bilan yashag'in. Shundaqla men vafot topsam, meni Borsaga dafn qilg'in deb vasiyat qildi. Ve miladiya 1326-yili Osman G'ozi vafot topadi. Osman G'oziningki meni Borsaga dafn qilgan deyishi, Borsani ozod qilgan deb vasiyat qilgan edi. Shunda qilib Osman G'ozi vafot topadi. Osman G'ozi bir at, bir qilich, bir savutdan boshqa hech narsani miros qoldirmagan edi. Osman G'oziningki uning o'rniga o'g'li Orhan chiqdi. Bu vaqtda bilganimizdek Borsa ozod qilinmagan edi. Bu sababdan amalsiz Osman G'ozi Suyutga dafn qilindi. Ondan keyin Orhan G'ozi Borsani ozod qilish uchun qat'iy iroda kelib qo'shin to'plashga kirishdi va Borsani qaytadan muhosiraga oldi. 10 yildan oshgan bu muhosirada oxiri Borsaning takfuri meni qo'yvatsang, ya'ni meni Istanbulga yo'lga sap qo'ysang, men sepining ishini achay deb shartlik holda taslim bo'ladi. Orhan G'ozimi degani bo'yicha uni saq salomat Istanbulga yo'lga sap qo'ydi va Borsani oxiri xristianlardan ahli salafdan ozod qilib, u yerga islom nurini tarqatdi va dadasining vasiyati bo'yicha dadasining qabrisini Suyutdan Borsaga yo'tkaydi.
Shunda qilib 1326-yili 4-oyning 6-kuni musulmonlar takbir to'lg'unicha Bursa shahriga kirdi. Orhan G'ozi Bursani ozod qilib bo'lgandan keyin Bizantiya imperiyasining eng muhim shaharlaridan biri bo'lgan İzmit va Iznikga qarshi qo'shin tortdi. Bu vaqtda İzmit va Iznik shahrining atrofidagi qal'aning hammasini bo'lsa Orhan G'ozining, ya'ni Osmoniylar qo'shini egallab bo'lgan edi. Bizantiya imperiyasi İzmit va Iznikni qo'g'dashni qo'shin avatdi. Lekin milodiy 1331-yili İznik va İzmitmi Osmoniylarga tava bo'ladi. Orhan G'ozi Dadiston qolgan zaminni Dadistondan keyin 5 hassa kengaytirdi. Orhan G'ozi zaminni ana shunday kengayish bilan birga masjid va madrasalarni silib, ilm ma'rifatga munoyat ahamiyat berdi. Va shundaqla shu davrdagi buyuk olim Davud Qaysarini butun maktabining, ya'ni madrasalarininki mudir qilib tayinlaydi. Sulaymon Shohdan tortib bu Osmoniylarning eng chong alohidaligi bo'lsa diniy tarbiya edi. Bu sababdan Osmon beg olsun yoki undan keyin kelgan Orhan beg olsun, ular biz musulmonlarga urush qilmaymiz deb Rim Seljuqiylardan keyin parchalanib ketgan beglar qarta urush qilmagan. Beglar bo'lsa o'zining nufuzini kengaytirish uchun birsi-birini urushyotdi. Lekin shundaqdimi Osmon G'ozi va undan keyingi Orhan G'ozi biz musulmonlar qilishni olmaymiz deb dushman cho'ng olsa-mu kichik yavash musulmonlarni qo'yib cho'ng dushmanga urush qilishni tanlagan. Bu sababdan Rim Seljuqiylarining ko'pincha beglarini ilxonlar o'zining tavalligiga qo'shib olgan, ba'zilari o'z oldiga mustaqil olgan, ba'zilari bo'lsa Osmon begga qo'shilgan. 1320-yili ilxonlarningki Anatoliya tuproqlaridagi valisi Temurtash isyon qilib ilxonlardan ayrilib chiqib olmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda ilxonlarning sultoni Abu Said o'zining Qabul qo'mondoni bo'lgan Alauddin Aratnani Temurtashga qarshi avatdi. Alauddin Aratna kim? Alauddin Aratna bo'lsa tunji hozirgi Turkiyaninki Anatoliya tuproqlarida Uyg'ur davlatini qurgan, ya'ni Aratna Uyg'ur davlatini qurgan Uyg'ur qo'mondoni edi. Alauddin Aratna Anatoliya tuprog'iga yetib kelgandan keyin Temurtashga qarshi urush ochib uni mag'lub qiladi va ilxonlarninki Anatoliyadagi hukmronligini qaytadan asliga keltirib, o'zi shu yerninki ilxonlarga qarshi valisi bo'ladi. Alauddin Aratna o'zining diniga nihoyat sodiq, taqvodor, haqiqatparvar, odil kishi edi. Alauddin Aratna ana shunday odil, haqiqatparvar, qo'rqmas, jasoratlik, mushunda xushbe'yligi tufayli xalq uni nihoyat yaxshi ko'rib qoladi. Ya'ni o'ziga tava bo'lgan xalqi uni nihoyat yaxshi ko'rib, hatto uni saqil az bo'lganligi uchun ko'z payg'ambar deb ataydi. 1330-yilga kelgan vaqtda ilxonlar Suriyadagi mamlukiylardan zarb yeb keyniga chekinadi va zavolli qarab yuzlanadi. Ilxonlar zavolli yuzlangan paytda Anatoliyadagi valisi, ya'ni ilxonlarning Anatoliyadagi valisi Alauddin Aratna o'zining mustaqilligini e'lon qilib, Aratna davlatini e'lon qiladi. Bu Aratna davlatining bayrog'i sariq rangda, o'ttirida qizil katakcha bor, o'ttirisida Davud yulduzi bor edi. Bu davlat Sivas, Kayseri, Tokat, Amasya, Bayburt, Samsun, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Malatya, Nida, Aksaray, Konya qatarlıq muş ziminlarning hammasini o'z ichiga olgan. Shundaqla bu davlat Sultan Alauddin Aratnaning ismini bosgan, pul uydurgan. Shunday qilib bu Aratna davlati Seljuqiylardan keyin Anatoliya tuprog'ida qurilgan tunji islom turk davlati bo'ldi. Shundaqla Uyg'ur davlati bo'ldi. Ko'pincha kishilar bu Uyg'ur davlatining tarixini bilmasligi mumkin. Amaliyotda bu tunji Seljuqiylardan keyin Anatoliya tuprog'ida qurilgan Uyg'ur davlati. Ya'ni Uyg'ur tarafidan qurilgan davlat. Bu vaqtda Osmoniylar bo'lsa Bizantiya tarafga qarab kengayotdi. Anatoliya tarafiga emas. Mana bu Anatoliya tarafida Rum Seljuqiylardan keyin Aratna davlati qurilgan. Bu davlat milodiy 1334-yildan 1381-yilga qadar 46 yil atrofida hukm surgan. Bu davlatning birinchi podshohi Alauddin Aratna, ikkinchisi G'iyosiddin, uchinchisi Alauddin, to'rtinchisi Muhammad, beshinchisi Arslan. Mana shu 5 kishi podshoh bo'lgan. Bu 5 kishi sulton bo'lgandan keyin milodiy 1381-yili bu davlatning bosh qozisi Burhoniddin Aratna davlatidan ayrilib chiqib, Aratna davlatining o'rniga o'zining davlatini qurgan. Shuning bilan Aratna davlati oxirlashgan. Aratna haqida texnik ko'p ma'lumotga erishmoqchi bo'lsanglar, Kemal Gövdenninki Uyg'urchasi bor bu kitobninki. Sultan Alauddin Aratna nomli bu kitobini o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Sultan Alauddin Aratna o'zining Aratna davlatini qurgan vaqtda Orhan bo'lsa, Bizantiya imperiyasi qarab kengayotdi. Ya'ni Bursani egallagan, Yelovani egallagan, ya'ni Bizantiyaning xil ichki qismigachilik kirib bo'lgan. 1345-yili Karasi o'g'illari degan bu beglikniki beg vafot topgandan keyin, uningdan keyingi taxt varislari orasida da'tilash urush chiqdi. Bu urush xil uzungacha besiqmaydi. Bu sababdan Orhan G'ozi ular qarshi qo'shin tortib, urushni tinchitdi va ularning beglikini Osmoniylarga qo'shdi. Mana bu Orhan G'ozining tunji bo'lib Anatoliya tuproqlariga kengayishi edi. Orhan G'ozining davrida yuz bergan muhim ishlarning birisi bo'lsa, Bizantiya imperiyasining ichida taxt kurushi yuz berib, Ionnos 6 bilan Ionnos 5, ya'ni inisi taxt kurushiga kirib qoladi. Natijada Ionnos 6 Istanbulda mustahkam turib, inisi Ionnos 5-ni Edirne'ga chekindirdi. Shundaqla bu to'qnashuvda Ionnos 6 Sultan Orhandan yordam talab qiladi. Ionnos 5-ga qarshi. Chunki Ionnos 5 Edirne'ga qaytgandan keyin atrofiga Bulgar va boshqa ahli bilan to'plab Istanbulga hujum qilishga tayyorlangan edi. Ionnos 6 Orhan Begning yordam so'rashlari birga, agar bu urushda g'alaba qilib qolsa, qizi Teodani Orhan Begga yotliq qilishga va'da qiladi.
Shunda qilib Orhan Beg Ioannes 6-ga 6000 kishilik otliq chavandoz bilan yordam beradi. Shundaqla bu urushda Ioannes 6, Ioannes 5 mag'lub qiladi. Va'dasi bo'yicha qizi Teodani Orhan Begga yotliq qiladi. Shuning bilan Orhan G'ozi Bizantiya imperiyasining kuy o'g'li bo'ladi. Shundaqla har qanday bir to'qinish chiqsa, ichki isyon chiqsa, Orhan Begdan yordam so'raydigan holatga keladi. Oradan bir qancha yil o'tgandan keyin Ioannes 5 Sirplardan yordam so'rab, yana Ioannes 6-ga hujum qiladi. Bu vaqtda Ioannes 6 yana Orhan Begdan yordam so'raydi. Shundaqla agar bu urush yordam qilsa, Chimpa qal'asini berishni va'da qiladi. Chimpa qal'asi bo'lsa, Yevropa yoqasidagi nihoyat halqiliq shahar edi. Agar bu Chimpa qal'asiga erisha olsa, Orhan G'ozi Istanbulni ozod qilishi texam osonlashadi. Bu sababdan Orhan G'ozi o'g'li Sulaymon Pasha boshchiligida 20 ming kishilik qo'shin bilan Ioannes 6-ga yordamchi qo'shin avatadi. Ya'ni 20 ming musulmon qo'shin xristian bilan birga yana bir xristian qarshi bir safda urush qiladi. Bu yerda bir siyosiy dars chiqadi. Natijada Orhan Begning o'g'li Sulaymon Pasha boshchiligidagi qo'shin va Ioannes 6-boshchiligidagi qo'shin Ioannes 5-boshchiligidagi qo'shinni mag'lub qilib, Edirnani to'liq bo'ysundirib, Bizantiya imperiyasiga tava qiladi. Va'dasiga binoan Ioannes 6 Chimpa qal'asini Orhan G'oziga beradi. Milodiya 1354-yili Geliboluda qattiq yatarib, sepillarning hammasi yiqilib ketadi. Bu sababdan Bizantiya imperiyasi butun askarlari va puhroning hammasi bu shahardan ko'chirib ketadi. Orhan G'ozi buni fursat deb bilib, darhol u yerga qo'shin tortib, sepillarni qaytadan va u yerga zo'r turkumni qo'shin to'playdi. Bu ahvol Ioannes 6-ni nihoyat g'azablantiradi va Orhan G'oziga qattiq noroziligini bildiradi. Lekin kuyovli Orhan G'ozi unga parvo qilmaydi. Shundaqla u yerga askar va ularning aholisini yerlashtirib, bu qal'aning ichini turk qal'asiga aylantiradi. Buning bilan Orhan G'ozi Yevropaga yana bir qadam sag'an bo'ladi. Ammo o'sha paytda Ioannes 5 zindondan qochib, yana aksga isyon ko'taradi. Ioannes 6 bilan Orhanning munosabati ozroq buzilgan bo'lg'achqa, bu qatim undan yordam so'ranmaydi va Ioannes 6 yeni bilan to'qinishga urush kirib qoladi. Bu ikki dushmanning urushganligidan foydalanib Sulaymon Pasha, ya'ni Orhan G'ozining o'g'li jiddiy shaklda qo'shin tortib, Kashan, ondan keyin Tekirdağ, ondan keyin Chorlovchilik yetib boradi. Shundaqla Sulaymon Pasha dadasiga xat yozib, Edirnani elishni ruxsat so'raydi. Orhan G'ozi al deydi. Sulaymon Pasha Edirnani elish uchun qo'shin tortib mangan vaqtda yo'l ustida otdan yiqilib vafot topadi. Sulaymon Pashaning vasiyati bo'yicha milodiya 1360-yili Sulaymon Pasha eti bilan birlikda Geliboluning Bulayir mahallasiga dafn qilinadi. Orhan G'ozi o'g'lining vafot topganligini anglab nihoyat qayg'uradi va uning o'rniga yana bir o'g'li Muratni qo'mondon qilib yurishni davom qiladi. Shunda qilib Orhan G'ozi davrida Osmoniylar tuproqi Osman Beg davridagidan 5 hissa kengaydi. Shundaqla haqiqiy davlat tusiga kiradi. Shuning uchun Osmoniylar davlatining asosini Osman G'ozi solgan, ammo davlatni rasmiy shaklda Orhan G'ozi qurgan deydi. Chunki Orhan G'ozi rasmiy adliya qonuni chiqargan, ya'ni islom manbasiga tayanib qonun chiqargan, shundaqla maktab, masjid binolarni solgan, o'ziga xos pul qo'ydirgan, bugun kunimizdagi parlamentning o'rnidagi divonni tashkillagan, ya'ni vazirlar kengashini tashkillagan. Shundaqla Orhan G'ozi xristianlar bilan, ahli salaflar bilan bo'lgan urushda asirga tushgan ahli salaflarning bolalarini islomiy tarbiyada tarbiyalab, ulardan maxsus yenichalar deydigan mush qo'shinni tashkillagan. Yenichalar bizning tilimizda izchilar deb ataladi. Turkchada yenichalar, arabchada inkisharlar deb ataladi. Bular bo'lsa urushda asirga tushgan xristianning bolalari. Ammo bular islomiy tarbiyada tarbiyalangan, musulmon bo'lgan va yuqori saviyada tarbiyalanib, Osmoniylarning asosiy mudofaachi qismi bo'ldi. Shundaqla bular nihoyat qo'rqmas, botir qilib tarbiyalandi. Osmoniylarning keyingi necha asrda kengayishida, kuchlanishida o'sha yenichalar nihoyat muhim o'rinda turadi. Orhan G'ozi ana shunda Osmoniylar davlatini rasmiy shaklda qurgandan keyin milodiya 1362-yili, ya'ni o'g'li Sulaymon Pasha vafot etib 2 yildan keyin vafot topadi va Bursaga dafn qilinadi. Orhan G'ozidan keyin uning o'rniga o'g'li 1-Murat taxtga chiqadi. Sulton 1-Muratning taqvodor, dindor kishi edi. U taxtga chiqqandan keyin tunji bo'lib dadasining orzusi bo'lgan Edirnani ozod qilish uchun qo'shin tortadi. Natijada shu yilisi, ya'ni milodiya 1362-yili Edirnani ozod qiladi. Ya'ni Istanbulga nihoyat yaqinlab keladi. Istanbulni ozod qilish uchun Sulton 1-Murat poytaxtni, ya'ni Osmoniylarning poytaxtini Bursadan Edirnaga yo'tkaydi. Shunda qilib Osmoniylarning ikkinchi poytaxti Edirne bo'ladi. Poytaxtni Edirnega yo'tkab bo'lgandan keyin asos mustahkamlandi va Istanbulning atrofidagi Makedoniya va bir qancha qal'alarning hammasini ozod qiladi. Maqsad Istanbulni fath qilish. Ya'ni Rim imperiyasi, Sharqiy Rim imperiyasi, ya'ni Bizantiya imperiyasini yiqib tashlab, shu yerdagi kishilarga islomni taqitish edi. Sulton 1-Murat Istanbulni ko'zlab ana shunda Istanbulga yiqilish mayotgan paytda Anatoliya tuproqlaridagi Seljuk beyleri uning qarshi isyon ko'taradi. Bu sebepten Sultan 1-Murat qo'shinni Anatoliya tuproqlariga qarab tortadi va Anatoliya tuproqlariga birib isyon ko'targan beylar bilan urushadi, ularni mag'lub qiladi. Ularni mag'lub qilib bo'lgandan keyin isyonchilarning beshi bo'lgan Qaraman begi Alauddinning qizini o'zining amriga elib, ularning o'rtasida qudubojlik shakllantiradi. Shundaqla Qaraman begi Alauddinni qo'yib etadi, apu qiladi. Lekin Qaraman begi Alauddin yana bo'ldi qilmay, yana isyon ko'taradi. Sulton 1-Murat unga yana qo'shin tortib, Konya tuzlanligida uni butunlay mag'lub qiladi. Yana apu qilib, Konya va Anqaragacha bo'lgan butun Seljuqiy tuproqlari, ya'ni Anatoliya tuproqlarining ko'p qismini o'zining hukmronligiga akiradi. Ondan keyin Germiyan begining qizini o'zining o'g'li Bayazidga elib beradi.
Bu sebepten Germiyan begi Kutahiya shahrini Osmanlılarga qo'shib o'tadi. Shunda qilib Sultan Murad xudibajlik munosabati bilan ana shundaq Anatoliya tuproqlarining ko'p qismiga hukmronlik qiladi. Sultan Murad mana shundaq usullar bilan Anatoliya tuproqlaridan xotirjam bo'lmasa, Yevropaga xotirjam kengaymaydi. Bu sebepten Sultan 1. Murad Anatoliya tuproqlarida mana shundaq tirishchanlik ko'rsatish uchun bir qancha yil turib qoladi. Lekin bu vaqtda Yevropa jim turmagan edi. Ya'ni İstanbul qarab kelayotgan bu Osmanlılarning oldini olish uchun Yevropada keng ko'lamli ahli silib urush safarbarlik e'lon qilingan edi. Shundaqla bu qatimqi ahli silib urushining nishoni Qudus bo'lmasdan İstanbul va Osmanlılar edi. Endi bu vaqtlarda bizning yurtimiz Sharqiy Turkiston kimning hukmronligi ostida edi? Nada nima ish qilyotdi? Biz ilgirki darsimizdan boshlab bizning vatanimizning tarixini qisqacha qistirib o'tamiz. Bu vaqtda bizning vatanimiz Chingizxonning avlodi bo'lgan Chag'atayning hukmronligi ostida edi. Ya'ni Chingizxon vafot tepishdan ilgari o'zi hukmronlik qilgan butun zaminlarni o'zining 4 o'g'liga 4 parchaga bo'lib bergan. Shu bo'lib berishda bizning vatanimiz o'g'li Chag'atayga tava qilingan. Chingizxon besishdan ilgari xabarimizda bo'lgandek bizning vatanimizni Qoraqitaylar besib olgan. Qoraqitaylardan ilgari Qorxonlar bor edi. Ya'ni Qorxonlarni Qoraqitaylar besib olgan, Qoraqitaylarni Mo'ng'ullar qo'g'lab chiqargan. Chingizxonning o'g'li Chag'atayga tava bo'lgan zaminlar ichida bizning zaminimiz Sharqiy Turkiston bor edi. Mana shu vaqtda, ya'ni Osmanlılarning shu Sultan 1. Murad davri kelgan vaqtda bizning yurtimizda ajoyib bir o'zgarish bo'ldi. Ya'ni milodiya 1346-yili bu Chag'atay davlatininki sultoni Tug'luq Timurxon musulmon bo'ladi. Shundaqla bu Chag'atay davlati garchi aslida Mo'ng'ullar bo'lsa-mu, lekin bizning diyorimizga hukmronlik qilish jarayonida bular turklashgan, to'g'risi uyg'urlashgan. Keyin mana shu davr kelgan vaqtda, ya'ni milodiya 1346-yil kelgan vaqtda Tug'luq Timurxonning davrida Tug'luq Timurxon musulmon bo'lgan. Bu o'zi musulmon bo'lib qolmay, Kuchadan tortib Turpangacha texam musulmon bo'lmagan, ya'ni Qorxonlar davrida musulmon bo'lmagan Buddistlarga qo'shin tortib, ularni majburiy musulmon qilgan. Demak, bizning diyorimizga birinchi qilib islomni kirgan odam Sulton Buqraxon bo'lsa, ikkinchisi Chag'atay davlatining sultoni bo'lgan Tug'luq Timurxon. Demak, Osmanlılarning hozir biz so'zlab kelgan davrda bizning davlatimizda mana shunday tarixiy o'zgarish bo'lgan. Ya'ni Tug'luq Timurxon musulmon bo'lib, musulmon bo'lmagan Buddist Uyg'urlarning chalisi musulmon bo'lgan. Endi Osmanlılar qarshi tayyorlik qilayotgan bu ahli silib qo'shini besib kelgan vaqtda Osmanlılar buning qarshi turalamdi, İstanbulni egallayalamdi, qanday vaqtda egallaydi? Bu haqda kitoblarni biz kelarki darsimizda tafsili so'zlaymiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə Kəbi həm Arslan, İzlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə Kəbi həm Arslan,